osmonda oy to'lgan zamon. Ammajon, gulam tayyor, sovg'a ham tayyor, faqat mo'g'on kattasi bor. O'tirchi bu yerga, o'tir. Dayman kamon so'ng satir. Xo'sh, Sobirjon, nima muammo? Gapirchi. Ammajon, gulam olindi, sovg'a ham olindi, faqat oyijonimga tabrikni qanday aytishni bilmayman. Shu ham muammo bo'libdimi? Hozir bu muammoni hal qilamiz. Siz ham yaqinlaringizga, ota-onangizga dil izhorlaringizni qanday yetkazishni bilmayapsizmi? Hozir men sizga qoldiradigan telefon raqamlari orqali siz bemalol yaqinlaringizga bo'lgan dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin. Aytmoqchi, uyingizda tashkil qiladigan otajon, onakon marosimlari uchun ham ular xizmat qilib berishadi. Tug'ruqxonadan yangi mehmonlaringizni olib chiqish uchun ham ularda tabrik xizmatlari va ayiqcha xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu chiroyli dil izhorlar bilan yaqinlaringizni xursand qilish uchun eng zo'r imkoniyatdir. Aytmoqchi, Jondordan gapiramiz Instagram profili nomidan chiqsangiz, sizga albatta chegirma qilib berishadi. Agar siz rus tilida ravon, chiroyli so'zlay olsangiz, ular bilan hamkorlikda ishlashingiz ham mumkin. Barchaga tavsiya qilaman. Endi unaqa muammolar sizni bezovta qilmaydi. Tushundingmi, Sobirjon? Tushundim.